Mana 40 santimetrcha tikib oldik. Zakrepka qilamiz. Pastidan ham xuddi shunaqa 40 santimetr tikamiz. Bu yog'iga zamok. Hop, zamokni men 1,5 metrli zamok olib kelganman. Bunaqa oq zamok. Shuni o'lchaymiz. Mana 40 santimetr tikib oldikmi, shu yerdan o'lchaymiz. Bu yog'iga 1,5 metrli zamok yaxshi, maza qilib almashtiradi ko'rpasini. 1 metrli tiqilib qoladi. Mana 1,5 metrli zamok olib kelib o'lchadi. Mana bu yog'idan endi bu yog'ini tikib olaman. Mana bu yog'i ham shu 40-45 sm. Mana temiridan boshlab sal teparoqdan tikaman shuni. Mana ikki yog'ini tikib oldik. 40 cm 40 cm o'lchab tikdik endi tepasini. Endi zamok o'rnatamiz. Zamokni mana birinchi bir tarafiga o'rnatib olamiz. Ochib ochamiz. Mana ma'mitiga qayrilib qolayotgan joyiga ozgincha rasechka berib yuboramiz. Ozgina qiyib yuboramiz deydimi, rasechkani hech kim bilmasa. Mana kuni videoda YouTube'da katushka desa, katushka degan nima degani deb material katushka bo'lmaydi desa. Xo'p, mana qiyib yubordik. Endi buni ham 2 ga buklayman. Mana 1 2. Keyin zamokni mana bunda zamokim bo'lsa, mana bu ochiladigani bo'lsa, orqa machog'i o'girib tikaman. Orqa machog'i o'girib shu yerdan tikishni boshlayman. Zamokini tikib olamiz. Mana orqa machoq qo'ydik zamokini. Buni ham ikkita qayiramiz materialini. Keyin tikib olamiz. Bismillah. Mana ma'mitdan bir 3 cm qoladi temirigacha oldinroq. Zakrepka qilib olamiz. Yana boshiga chiqib endi zamokni ochamiz. Ochib turib, o'sha zakrepka kesilgan joyidan yana 2 qavat ikkita burab, bunisini kattaroq qayiramiz. Nega desangiz, ustiga yopiladigan bo'ladi. Buni 0,2 qilgan bo'lsam, buni 0,2 emas, hozir aytaman. 1 cm qilib tikimman buni. Buni bir 3 yoki 4 cm qilib qayramiz. Birinchi kichkina qayramiz, keyin kattaroq qayramiz. Qop-qop bo'ladi buni ustiga. Yopiladi zamok. Keyin zamokimizni to'g'rilab olib
o'sha rasechkadan mana shu ikkinchisini tikayotganda ozgincha mana shu zamokka bir 2 millimetr sal teparoq qilib qilsanglar tepada burishib qolmaydi. Mana bu rasechka qo'yiluvdi-ku, o'shandan zamokka 2 santimetr 2 santimetr deyman, millimetr 2 millimetr sal uzunroq ustiga chiqarsanglar pastda tirtishib qolmaydi. Chunki buni bu yoq tarafini kattaroq qayryapmiz-a, o'shaning uchun. Rovna qo'ymaysizlar-da, sal ustiga chiqarasizlar zamokni. Bo'ldi, bu yog'ini 4 santimetr qilib tikib olamiz. Mana kichkina bitta qayirdim. Keyin ustiga qo'ydim. Mana bu yog'i bir 3 santimetrmi 4 santimetr. Mashtiga emas, gincha buklangan joyiga rasechka beramiz. Ana. Endi mana chiroyli bo'ldi bittasi 01 mana bunaqasi. Endi bularni zakrepka qilib olamiz, mana yopamiz. Ozgincha sabachkasini o'tkazib, shu yerdan zakrepka qilamiz. Bir-birini ustiga chiqaramiz, kattasini kichkinasini ustiga chiqarib zakrepka qilamiz. Temiriga tushmayaptimi qaraymiz. Tekis qilib to'g'irlab olib mana chiroyli bo'lib zakrepka qilib. Endi o'ngisini o'girib zamok yopib tepani zakrepka qilamiz. Ozgina qoldiramiz, endi ochib turib tekislab kichkinasini ustiga kattasini chiqarib ochib zakrepka qo'yamiz.
Ortiqcha iplarni tozalab bunu padadianligimiz bitti. Yamog'ini yopib olamiz. O'g'risini o'girib, uchlarini chiqarib, dazmolga tayyorlab qo'yamiz.